Biz bu uyga ko'chib kirganimizga 3 kun bo'lgandi. Har kecha soat 03:17 da podvaldan tirnalgan ovoz eshitilardi. Go'yo kimdir eshikni ichkaridan tirnayapti. Bir kuni chidolmadik. Fonarikni olib sekin pastga tushdik. Podval sovuq edi. Devorlar nam, havo esa chirigan go'shtdek sassiq hidlanardi. Eshikka yaqinlashdik va eshik o'zi sekin ochildi. Fonarik nurini ichkariga tutganimda u yerdan narsa chiqdi. Bu ayol emas edi, bu odam ham emas edi. Sochlari yuzini yopib ketgan, ko'zlari qop-qora bo'shliq, og'zi esa odam og'zidan katta ochilardi. U eshikni chang'allab, sekin sudralib chiqdi va xirillab dedi: "Nihoyat meni ko'rishdi." Qiz do'stim qichqirib yubordi. Men orqaga qochmoqchi bo'ldim, lekin eshik sharaq etib yopildi. Fonarik o'chdi. Qorong'ida esa faqat bitta ovoz eshitildi: "Endi sizlar pastda qolasizlar."